Мәңгі бәхтік өтіп кетіңлар женім. Her ötken yılınlar yaxşı ötsün. Rahmet. Beyli. Sen nime uyuyup birtek? Sen tebriklememse? Elbette tebrikleymin. Örtürmün. Bir kelip olturmun. Beylül. Beylül kaçar. Toyğağın hatır günümüzü hiç kim bir yerge kaçanmaydı. Yaşa Bekter. Şundak Beylül, bugün bolsun öyde turuk. Keç tamakta hemmimiz birlikte tebrikleyli. Elbette canım. Bütün aile bir ardı bulaydı. Beşçiraylık gedi yeni kasınken rahmet. Yaktırğanlığında kuşal oldu. Közünüz maldan erken. Bək yaktırdım. Çıraylık gel. Ben soğuğamla tebrikleş murasımı da vermem. Qandaqlı bolmasın, bundaq boldu qılmaymiz, şundaq mı tebrikleş murasımı ötküzümüz. Bekler halısı elbette ötküzemez. Bilmeymen, bundaq ahvalası da qandaq buludu ki. Şundaq, bu adam ondaq doktorxan diyasa işçinға rahat bulmaydı. Fiyaqsot ba şundaq mı, ahır qandaq bula. Həmmə işinin yaxşı tərəfini oylaylı. Sot işi bir taraf olsun. Ondan keyin Bektar'ın halığını bu işi tebrikleyimiz. Qani əmdi, qədəmlərimizin xoşallığımız üçün götürəyli. Bektar və Anna Ziyagül'ün hürmeti. Sağlamlığı ve xoşallığı için. Xoşallığımız için. Adamga bir iş bo'lgan bo'lsa, Bektar xonim bu yerda bo'lmaydi deyman. Ammo qarab boqayli, sotdan keyin qanday bo'ladi? Agar gunoh uningda bo'lsa, uni turmak tashlaydi, shundaqmi? Bilmayman. U oila arz qilmaydi ekan. Ben advokat emas. Cho'ngab qilmay, ha? U vaqtda hech qanday og'riq his qilmadim. O'zimni o'ylamabdiman. Uni yeniga yugurib bordim. Shundoq jiddiylashib ketdimki, telefonda yordam so'rash esimga kelmabdi. O'ylab yiqinglar. Qo'rqib ketding, shundaqmi? Uning holini ko'rib aylanib ketibdiman. Doktorxonaga kirganda ko'zimni ochdim. Ko'rgan birisi tezda saqchig'i ma'lum qildi. Undan keyin yordamga odam keldi. Adnonni doktorxonada ko'rganga qadar sarangdaklar edim. Xabarni anglagandan keyin doktorxonaga qandaq borganligimizni bilmaymiz. Bizmi atiganda Beylül bilan balkonda o'tirgan edik. Hammamning kelganligini ko'rib bir ish bo'lganligini bildim. Sen öydümidin? Ha, öydə bolğunu yaxşı boldu. Bu meni doktorxanaga ep bardı, bolmasa. Mən o nima qilishini biləmay qalğan bo'ladi. Endi bu to'g'riliq paranlaşmasa qandaq? Shundaq. Tabriklayotgan edik. Tuyuqsiz energiyamiz tushib ketdi. Beylül qaçamağanlığı üçün qapaqlar törilib ketdi. Shundaqmı emasmi? Emas, bek o'ylab ketibsan. Erib qopdiman. Bir yay qochanmaydigandek darajada erib qopdiman. Xafamsanlar, yana ruxsatinglarni so'raydi. Ruxsat qilinglar. Bo'ladi, chiqib arama. Yarang og'riyotamdi. Azroq do'ramni ichib oldim, saltirib qo'yib berdi. Yana bir ishni Adnan apandiga dedinglarmi? Men Beylülga qo'yib berdim. Bir ish oldu man. Bo'ldi qilgan amdi. Mendan bir ishni uyushtiryapsizlar qandaq? İçingizni pishirmay deb demaganda qiladi. Eristinigan axsham bilib olmoqchi bo'ldi. Nima deydigansiz? Ansirgidek bir ish yo'q. O'zini o'ldirib olmoqchi bo'lganligini bilib, doktorxonaga olib qutqizibdi. Men bugun aytgan elisini doktorxonada ko'rgan edim. Men bilan bir doktorxonada ekan. Shundoq. Paranlaşdinglarmi? Yo'q, u meni ko'madi. Yeni bir do'sti bor ekan. Ular chiqib ketdi shu. To'g'ri ish javobdi. Saram qiz. Beylül kecha doktorxonaga yeniq ketdi. Odamning ko'ngli yerim bo'ladi.
Albatta, ammo u ahvolni to'g'ri tushunish kerak. Bu qatam bak oshirib etdi. Endi boshqa ish to'g'riliq paranglashsak qandaq? Tabriklashdan o'tib ketdik. To'g'ri deysan. Bo'ladi gap qilmadim. Xayrli kech. Qanaqa ahvoling? Xeyli yaxshi. To'rangni ichdingmi? Ishdim. Yana da birisi bormi? Yo'q, men yolg'iz. Do'stingni yolg'iz qo'ymas degan edim. Demak, yolg'iz qo'yibdi-da. Kelaman degan edi, men kelma dedim. Men u qizga ishonmayman. Uningdan ansirmagin. Shundaqdimi, diqqat qilgan. Biz bilan munosabat ko'p ishlarni bilinason. At yana boraman. O'tirib paranglashamiz. Ma'qul. Oldimizgi kunlar uchun yaxshi planlarim bor. Birlikda bir ishlarni ayan telefon qilaman. Ma'qul qo'sh. Bo'ladi, saqlayman. Nima bo'ldi? Kim bilan so'zlashdik? Bir do'stim bilan. Nima bo'ldi? Tunugun akşamı muşunaq yo'shirin telefon bilan parangiz poplat oldirib chiqib ketgan edim. Do'stlarning zodi kim ekanligini berib vaqtim keldi. Gap qo'shilib bu zamon faqat yoqmadi. Ammo bak bilgin bo'lsa deb beray. Qaytadan dastur uchun ishimni bezib qilmasam bo'lmaydi. İşte o'rliq paranglashdim. Nima sababdan ki ishongim kelmayapti? Bu sening masala. Nim bo'ldi? Hech nima, paranglashyapmiz. Yur mangaydi. Nim bo'ldi? Men kirib ketib olsam bo'lgudek. Elimi uzun o'ltirib ketdi. Bo'ladi, men yordamlashay. Bak diqqat qil. Ma'qul. Ovoyla. Xayrli kech. Xayrli kech. Yordamlashaymi? Bo'ldi, alolayman.